Qiyomat kunining boshlanganini bildirib baland bir ovoz eshitiladi. Alloh taolo Isrofil alayhissalomni tiriltirib, surni ikkinchi marotaba chalishni buyuradi. Sirot ko'prigi hisob-kitob tugagach, jahannam uzra jannatga olib boruvchi ko'prik quriladi. Ikki tomonida ilmoqlar osilib turibdi. Har biri o'ziga buyurilgan kishini ilib olish uchun tayyor. Yo'q! Yordam beringlar! Yo'q! Ovozlar Rahman haybatidan jim qolmish. Qadam tovushlaridan boshqa hech narsani eshitmassiz. Bu kunda ularning og'izlariga uramiz. Nima kasb qilganlari haqida bizga qo'llari so'zlar, oyoqlari guvohlik berar.